Turkiy dunyoning yana bir damovoyi Bichuraning qo'rqinchli tarixiga yuzlansak. Men Dervishnot, bu esa navbatdagi afsona. Tatar va boshqirt xalqlari e'tiqodiga ko'ra, Bichura yerto'lalar, omborxonalar, polning ostki qismi va tashlandiq hammomlarda yashovchi bezovta uy jonzoti sifatida namoyon bo'ladi. Ko'pincha Bichura ayollar kiyimini kiygan pakana erkak qiyofasida tasvirlanadi. Bu esa o'z-o'zidan buzg'unchilik va vahima muhitini yaratadi. Bichura shovqin-suron ko'tarishni va xonadon sohiblarini bezovta qilishni xush ko'radi. U baqiradi, qahqaha otadi, o'ynaydi va kutilmaganda uy egalarini sarosimaga soladi. Ayniqsa u yolg'iz erkaklarni tunda qiynashdan rohatlanadi. Bichura ularni bo'g'adi, to'satdan aksirish bilan cho'chitadi yoki ularga og'ir narsalarni uloqtiradi. Bichuraning eshiklarini o'zboshimchalik bilan ochib yopish qobiliyati bor deb hisoblanadi. Bu esa begona mavjudlik hissini uyg'otadi va uy ustidan nazoratni butunlay yo'qotishga olib keladi. Uning borligi ba'zan yong'inlarga sabab bo'ladi. Bu Bichuraning olovga bo'lgan ehtiyoji bilan bog'liq. Shu bois tatar va boshqirdlarda o'choq o'rnatish majburiy himoya chorasi sifatida qabul qilingan. Bichura tozalikdan nafratlanadi va iflos uylarni tanlab, ularni o'z boshpanasiga aylantiradi. Bichura yashash joyining o'ziga xos belgisi mayda buyumlardir. Kalit, igna, pichoq yoki qaychining g'oyib bo'lishidir. Bichura obrazi maishiy dahshat va ruhiy bosim ramzini o'zida mujassam etadi. U xavfsizlik timsoli bo'lmish uyni vahima maskaniga aylantiradi. Uning dahshatli tomoni jismoniy xavf-xatarda emas, balki ko'zga ko'rinmas dushman doimo mavjudligini his qilish va kundalik hayot tartibini izdan chiqarishda namoyon bo'ladi. Yanada qiziqarli va tarixiy kontentni o'tkazib yubormaslik uchun Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.